Yüzü qurğaq asan kafan bo'ldigan, talaydigan may chiqib, atigan qangirim tushkish yo'qa ketadigan yoki bo'lmasa falimasiga may yig'ilib olgan qizlar cho'qim mashkin ko'raytinglar. Bu may shunaq suviq chiqadi, shunga teri shunda qurg'aq qizlar bo'lsa ishlasib bo'laverdi. Kiraman pakiz chiqib bo'ladi, yuzimda 90 chiqaraq pakiz yapsa bo'ladi degan qizlar mayni sal chiqaraq surkaymiz. Anigayndan may yemaydigan quruq bo'libda surkaymiz mayni. Qaranglar alma oyatining asli apparati anigayndan may yuzim qarab yiqinglar. 90 yepish unumi mushunchalik va qilin chiqa olmaydi. Surkab bo'lgan keyin bir xil teranglar yaxshi bo'lganini his qilasizlar. Mayning o'zining tengjon qiladigan roli bor. Shunga yerim yuzimizdan chapsan surkaymiz-mu, izlib o'tlasak asan qit qoldi. Mau hamma yuzimga surkab bo'lgan keldi. Shundoq pakiz anigayndan bir xil yeni chiqqan. Surkab bo'lgan keyin 2-3 minut yelpib mamayimizni qattirmiz. May qetib bo'lgandan keyin mishta qo'llarimizga, kiyimlarimizga juqmaydigan bo'ldi. Anki mishta paqirab tus bo'ladi yoki terim bak qurg'oq degan qizlar tengjon qilmasanlar bo'laverdi. Men o'xshash asan talaydigan yuzdan may chiqadigan qizlar qaranglar. Odatda mishta suv bo'lsa-mu chiqib ketmaydi miyanglar. Qaranglar, ankin bir xil ilaqandak oq suv oqmaydi. Setib pulinglarni tepalay deb o'ylagansam qimmatlarni to'yjan qilsam bo'ladi, lekin bu mayma ishlatib 4 yil bo'libdi. Ankin nurg'un qizlar ishlatib beqib biroz yaxshi kelgandan keyin sizlarga to'yjan qilib beraman. Asbasi 79 qo'ydi, hozir 39 qo'yga bir tal shiyongjon, bir tal fönpu qo'linglar bordi. Avval bu shiyongjon ishlatib baqsizlar, nahot yaxshi ko'rib qolsanglar, ey mening mushtaq dijon fanalarimni hal qilib beraylik desanglar, ip qilinglar, bo'lmasa to'yib qo'ysanglar bo'ladi. Sizlarga hech qanday ziyon tegmaydi.